أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نستهديك لأرشاد أمرنا وزدنا علما ينفعنا خوش بugün kelgan dersimiz bo'lsa Abul Husayn al-Quduri rahimahullah yazgan Muhtasar al-Quduri namliq bu kitobning Kitab-ı Rahn yani rahn bölümü keldik. Görü. Endi biz oldingi dersimizde göröniki tarifatlarını ve göröge alaqadar bir kısım meselelerini bayan qilgan edik. Bugungi dersimizde yana şu dersin davamı. Endi birinci mesele az bugungi bayan qilgan vad'ur rahni ala yedi adil. Yani göröni adil bir adamning qo'liga qo'yish meselesi. Bunu degan gap biz asli qoidada görö deganda kimning qo'liga qo'yamiz? Murtahinning qo'liga qo'yamiz. Ya'ni görö olg'uchining, qarz egasining qo'liga qo'yish kerak. Ammo biz narsimiz o görö olg'uchiniki kichik bolalar nima deydi masalan? Buni kichik bolalar jiq. Endi bu atfal kathir. Uni keyin bizni qo'yib qo'ygan narsamiz qimmatli narsa. Uni kichik bolacha qilib buzib o'tishidan bir xarob qilib o'tishidan ansirsak, shu chaqda shenjilik, adolatli bir odam bo'lsa, murtahin rozi bo'ladigan, rahin rozi bo'ladigan ikkisi ittifoq kelsa, shu adolatli odamning qo'lida go'rini qo'ysa ham joiz. Lozim sen shu murtahinning qo'lida qo'yishing kerak deb tura olmaymiz. Shu odam shenjilik bo'lsa, ya'ni rahin bilan birlashib olib, ondan murtahinni ziyon qo'shadigan qo'ymoqchi bo'lmay, ya'ni adolatli odam bo'lsa, ya'ni bo'ladi deyman. Yani ve izâ ittefaka ala vad'ir rahni ala yedi adlin caz. Yani qachonki rahim bilan murtahin yani go'ro qo'yg'uchi bilan go'ro olg'uchi ala vad'ir rahni degan bu go'roni adolatli bir odamning qo'liga qo'yishga ittifoqlik kelsa, birlikka kelsa joiz bo'ladi. Ve leysa lil murtahini ve la lir rahini akhzuhu min yadihi. Endi ikkinchi ittifoq qilib qo'ygandan keyin na go'ro olg'uchi murtahin va na go'ro qo'yg'uchiga na go'ro olg'uchiga na go'ro qo'yg'uchiga akhzuhu min yadihi degan go'roni min yadihi bu adil odamning qo'lidan elib olish bo'lmaydi, o joiz bo'lmaydi, joiz emas. Qachon ola oladi? Uni shu odam pulni qarziga qaytargan chaqda uni kenidan nima oladi bo'ladi? Rahinni qo'liga ola oladi. Fa in halaka fi yadihi am xo'sh. Agar bu shu rahin go'ri fi yadihi, ya'ni fi yadil adil, ya'ni shu odil odamning qo'lida halak bo'lib qolsa, halaka min damanil murtahin. Murtahinning, ya'ni go'ri olg'uchining kipilligida halok bo'ladi. Ya'ni kim to'laydi buni? Agar odil odamning qo'lida buniki isrof qilmay, bu nihoyat yaxshi qarab tursa-mu, yana osmondan kelgan bir ofatdan o't ketib degandek bir ofat yuz berib, shu go'ri halok bo'lib ketgan bo'lsa, buni kim to'laydi? Bu kimga? Rahinmi, murtahinmi desa, murtahinga. Chunki rahin bir bo'ldi. Ikkinchisi murtahinmi, shu odil odamga nima qilgan edi? Rozi bo'lgan edi. Endi bu adil adamniki o'zi shunda ko'ngil bilib darsni qarab olgan bo'lsa-mu, taqdir bilan kelib qolgan musibatlar bilan qoldi, halok bo'lib ketgan bo'lsa, bu chaqda buni adil odamni to'lamaydi, rahinmi to'lamaydi, kim to'laydi? Kim to'laydi? Murtahin to'laydi. Murtahin to'laydigan gap to'lamaydi, ya'ni murtahin o'ziniki istifa hukmi bo'yicha biz istifoni ish qildik. İstifa haqiqiy, yine bilcho istifa hukmi. İstifa haqiqiy degan nima? Rahn go'roni egasiga qaytarish, go'roni egasiga, qarz egasi qarz egasiga qaytarish va istifa haqiqiy. İstifa hukmi degancho, ya'ni qimmatini, ya'ni go'roni tutib olish yoki shu go'roniki qimmati bo'yicha o'ziniki haqqini to'ldirib olish deb ataladi, qimmatini istifa hukmi deb ataladi. Xo'sh. Endi ikkinchi masala. Xo'sh, endi ikkinchi masala bo'lsa rahnud darahimi va dananir.
tenge tillalarını göre koyuş. Tenge tillalarını göre koyuşu bulamdı. Hem de göre ödüge asıl kaydı bu cinin bulattı. Asıl kaydı bu bir adam pul bir de pul diyen dersini. Onun kenedin o karısı ağa adam yönlükte pul bulmagalık için üzeri kıymetli derslerden birine bir koydu asıl kaydı. Hem de bu asıl kaydın halkı bir adamdan pul ötüne yaptı. Pul ötüne alıp yine bunu pul göre yaptı. Kanda olap kaldı bu meselelerde sana mesela. Mesela bir adamın yanında hazır zamanımızda mesela Saudi Arabistan'da yaptı bir adam. Bunun yanında mesela Kırgızistan'ın pulu varken Kırgızistan'ın pulu bir yerde ötmeydiken mesela. Kırgızistan'ın pulu bir yerde ötmeydiken ama madem yanında riyal varken madem yanında Kırgızistan'ın pulu varken şuna Kırgızistan'ın pulunu üz hesaplap şu algan riyalın kıymeti bu içe bunun yanında mukakkak durup amanet göre yapıyor. Onun kendi anıdan şu pulun bahası kıymeti bu içe bunu ödün alıyordu. Bunda mümkün yani. Bunu bu zamanda çözdüse, bunu bu zamanda mesela derhem dinarla iki kılga ayrıldı. Biri nime? Derhem ceyyid. Yani biri derhem zayıf. Derhem ceyyid dediğinde mesela 100% kümüş mesela. Ya 100% kümüş olmasa bir kılıp 90% 925 degende mesela. Mevzu 925% kümüş degende azıcık araştırmış var nispetlik. Kuyuluşta hem her derece terkibde kümüşün köpsiki de ve kuyuluş cihetten ait nispet kuyulan kümüş dengele. Yan bula. Hem de mesela dinarla altınla mı mesela altın terkibi köp boğan ve kuyuluş nispetten ait nispetli kuyulgan ceyyid digini. Az zayıf digini için ise azıcık zamandaki sahtı pul emez ha. Zayıf digen sahta digen gap. Lekin bayadık sahta digeni azıcık zamandaki sahta emez. Azıcık zamandaki sahta digeni mi hesap? Hiç mi hesap yapmaz. Cevaplı deyimiz bu sahta pul. Sahta dolarının sahtası. Bu eşimi hesap yapmaz bu nol. Sıfır. Ama niyadaki fiqdeki zayıf sahta digeni yani onu kendimizi tüvendirek. Mesela kümüş terkibi mesela 60%, 90% çıkmayı mesela 60% kümüş terkibi var. Ağırlaştırılması köpürek. Onun dikimde kuyuluş sıfatı bunu yakşamaz. Yani bunu ki bazadaki havalat edilse beytul mal yani banka kubul kılmaydı bunu. Bu pul ne banka kubul kılmaydı. Lekin nime kubul kıldı Saudiyalar. Ticaretçiler öz ara kubul kıldıgan bunda pul. Hazır bizki müşün davatıdı. Mesela gidip takım asallaştırıp Kırgızistan bilen Riyad'ın kendimiz deperdi. Takım asal azıcık zamanımız var. Mesela ve yecuzu rehnud derahimi ve denanili vel mekili vel mevzun. Emdi kanda kadar aslan göre koysu buludu dese derhemlerini göre koysu buludu. Denanil tillalarını göre koysu buludu. Vel mekil diyem kemçilep. Bunda kaçı koyulup bir kemçe bir kaça iki kaça bir tağa iki tağa bir kapan iki kapan bir yaşık iki yaşık bir karton iki karton da azıcık zamanımızda bunu ne deyimiz mekil diyende litre de koysak mı buludu. Litrelap da koysak mı buludu. Mekilap yani kemçilep satıladigan narsalarni göre koysun buludu. Vel mevzun degan kilolap, jınlap, kilolap tartılıp satıladigan narsalarni nima qismi rahan göre koysun buluyor. Hatta ki bazı adedi narsalarni koysun buludu sanab. Böyle işkiler sanadigan narsalarni koysun buludu. Fa in ruhinat xo'shamdi. Meyadagi meselemiz nima deganda fa in ruhinat bi jinsiha. Yani eğer şu göre bir cinsiyet özünün cinsiga rehin koyalsa degen göre koyalsa. Yani bir adam degandek başka meselede bir adamdan pul elipti, yine görege pul koyaptı. Dirhem elip görege hem dirhem koyaptı. Degandek biri dirhem ceyyid yine biri çok koygan dirhem zayıf. Ve helaket. Onu deken bu dirhem zayıf halak olap gitipti. Amanet koygan göre okuyan göre halak olan olsa halaket bimisliha mined deyni. Yani gap şu qarzdın üzünün okuş bilen halak buludu. Ve in ihtilafa fil cevdeti ve sinaa. Eğer bu mesela süpet derecede ve sınaat gibi bunu kuyuluşu yasılışı da ne bozumu başka bozumu lekin okşaş yani cinsiyeti okşaş boğalık için bu mu kümüş yani 50%'den ziyade olsa kümüş hesap şeriatta eğer bu pulun terkibi de dirhemin terkibi de 50%'den ziyade kümüş olsa bu nima kümüş hesaplanıdı. Aniki terkibi de 90% kümüş var. Manın terkibi de mesela 60% kümüş var.
Şunda bu takdirde eğer a gümüştün mesela 100 dirhem qarz aldım bir adamdan. 90%'lik gümüştün 100 dirhem qarz aldım. Ben de 60%'lik gümüştün 100 dirhem göre koydum. Dirhem koydum. Yani koygan bolsam eğer de samavi apetin biz kelip halak bolup kesse adamın kulunda kimin kulda murtehinin kulda halak bolsa endi demek malından 100 dirhem aldı 100 dirhem boldu ma qarz halas boldu. Onunla anımı denmeydi. Müniki demem mucidi. Yani müniki dirhem 90%'likti. Senin dirhemin 60%'likken dep kullanmaydı, dava açılmaydı. Çünkü cins el cins ma'al cins. Velev kana neces. El cinsu ma'al cins velev kana necisti. Cinsle eğer canlı necis olsun mu diye. Şimdi ama ne zaman yok mu? Şu mağdur bu mesele mi şu? Ondan. Yani bazı zamanlık abet ki misal bu yapacak mesela bir adam Kırgızistan'dan puldan mesela milyardıyla Kırgızistan'dan puldan şu milyarın beraber somlu bir adamga amanet qo'yib uni keladigan milyard qarz yaptı. Qarz olgandan keyin shu haliqa go'ra odamning yo'njiqidan bu milyard qiymatidagi so'mni olib ketibdi. Yo'qolib ketibdi. Yo'qolib ketgan bo'lsa, ma'lum gadini qarzim olgan bo'ldi, xolos, ado olgan bo'ldi. Bu o'tmaydigan Saudiyada o'tmaydigan pulni bu deyishga nima yo'q? O deyishning o'rni yo'q. Xo'sh. Endi akhdud dayni zuyufan. Qarzni zuyufan degan gap men depagan zuyuf holatida. Ya'ni dirham 60%lik dirham deyiladi. 60%lik dirham holatida elish masalasi. Ve men kana lehu daynun ala gayri. Har qanday bir odamning o'zidan boshqa bir odamning ustida qarzi bo'lsa, فأخذ منه أنو başka bir adamdan misle deynihi yüzünden karzının okuşunu alsa degan gap yani şu mesela 100 dirhem qarz bolsa 100 dirhem qarz bergan bolsa 100 dirhem qarzini qaytarib apti yani sanab 100 dirhem qarzini فأنفقه uni elib فأنفقه uni chiqim qilib o'tibdi xajlab o'tibdi boshqaga sarf qilib o'tibdi ثم علم أنه كان زيوفا ondan keyin u pulning yani falanidan olgan qarz berib qarz qaytarib olgan odamning o pulunun zuyuf ekanligini yani 60%lik dirhem ekanligini 90%lik emas 60%lik dirhem ekanligini bilib qolibdi keyin. Bunda masala qanday qiladi desa fala shay'a lahu inda Abi Hanifata. Abi Hanife rahimahullahning ko'z qarashida uningga hech narsa yo'q. Yani hech narsa qatmaydi, hech narsa yandirmaydi. Bo'ldi xolos. Shu tamam bo'ldi. Ve qala Abu Yusuf rahimahullah. Abu Yusuf ve İmam Muhammed rahimahullah deydi ki yaruddu misle zuyufi ve yerci'u bil ciyad. Yani qanday qiladi o? Shu qarzlardan qarz berib turgan odamning bergan mesela 100 dirhem 60%lik 100 dirhem gümüşle aynı dirhemni tepib, kelib uni qaytarib beradi. Uni qaytarib berib, undan aslidagi bergan 90%lik 100 dirhemni qaytarib oladi. Deydi. Bu masala qanday qilamiz desanglar, bunun yo'l bor. Agar g'alla nima tugisa, da'vo, ular bir talash tartib chiqmay da'vo tugab yiqib kelsa xolos bo'ldi. Tamam assalom. Abi Hanife rahimahullohning qarash bo'yicha. Ammo ular avni voy, siz menga joni 60%lik bepsiz deb kelsa yoki u xajlat bo'lgandan keyin xajlayotgan odam men 60%lik ekan deb uningga yandib kelsa, shu chog'da qanday qiladi u? Yandib kelsa hech bir talash tartib chiqsa shu chog'da bu ya quldi bo'lsa qaytarib oladi, qarz bergan odamga. Quldi bo'lmasa uchun nima qiladi? Yani 60%lik dirhemni tepib, apirib uni bilib, o'ziniki bergan 90%lik dirhemni oladi. Shu. Ve men rahana endi ar-rahnu bi jami'id dayn. Ma mesela, yani mesela, yani qarzning hammasiga go'rib qo'yish. Go'radigan qarzning hammasiga qo'yiladigan narsa. Go'radigan qarzning bir qismiga qo'yilmaydi. Go'ra qo'ydimi bu yerda? Shu qancha pul qarz bo'lsin, qarzning hammasiga. Bu go'rami parça olmaydı, qarzmi parça olmaydı. Nima degan gap bu desa? Ve men rahana abdayni bi 1000 dirham. Bir adam ikki dona qulni 1000 dirhamning barabariga go'rga qo'ygan bo'lsa, faqada hissata ahadihima. Undan keyin mush ikkisining birini, ya'ni ikki qulning birining hassini to'lab pulabdi, qaytarib pulabdi. Ya'ni masalan 1000 dirham bo'lsa 500 dirhamni qarziga qaytarib pulabdi. Lam yakul lahu an yaqbidahu hatta yuaddiya baqiyat dayn. Uning yakbidahu degan shu ikkisining biri dedimi? Shu birini, ya'ni shu ikki qo'lning birini
Ta ki qarzının qağını ada qılmağıca onu qulluq elish huquqi bo'lmaydi. Buni men gapgan, demak rahan degan bir bütün hajlanmaydi. Rahandan bir qiz ağaçtırır, pulni bir qiz ağaçtırılmaydi. Pulni ben to'lab bo'lgan chaqda ola oladi. Anladın? Şu göreniki muş qaydı, şunalım qaydı. Göreni o adamı beğenmeydi. Görenikisi mi? Beğenmeydi, adamı alamaydı. Şunlar. Ta ki şu qarzını qaytırmaq için. Xoş, endi ve iza vekkele rahinul murtehine, endi bu rahinlik yani görev koygucunun vekalet, biliş meselesi. Görev koygucunun yani görevini setişini, eğer vakti qayal toşqanda pulni qaytaramay qalsa, görevini setişini ya murtehinge, görev algıcıga, ya ki adil bir adamga, ya ki başka bir adamga vekalet biliş situasyonu setip pulni ya murtehin bo'lsa ilvas tutib bo'ladi, yoki adil bo'lsa setib pulisini murtehinga bersangiz bo'ladi deb vakolat berish masalasi. Va iza vakkala ar-rahinul murtahina. Qachonki görev qo'yguchi görevga olg'uchini vakil qilsa, nima deb, agar men shu vaqt qayerda pulni topshirmay qolsam, qarzini topshirmay qolsam, siz bu görevni satsangiz bo'ladi deb vakolat bergan bo'lsa, evil adla ya ki adil bir adamga vakalet bergan bo'lsa, ev gayrahuma ya ki mushu murtahim bilan adil adamdan başka bir ajnabiy, başka bir adamga yani alaqasi yo'q bo'lmagan, yani shu sorunda alaqasi bo'lmagan bir adamga vakalet bergan bo'lsa, bi bay'ir rahni yani görevni setishga, inda hululud dayn yani qarzning möhlati to'shqa vaqtida, qarzning möhleti belirlenen mesela bir aylık, 2 aylık pul aldığı adamın manca aylıkta çukum qarzda qanday elish kerak? Çukum muayyan bir muddat bo'lish kerak. Xudoyim bursi bitmede bası bo'lmaydi. Qarzini inshaalloh bitmede bası la yajuz. Çukum qarz muomalasida qanday bo'lish kerak? Muayyan bir muddat belgilanish kerak. 1 yil, 2 yillik. 1 aylık, 3 aylık, 2 aylık çukum. Bu xatchak bu yazısı taxım yaxshi bo'ladi. Qarzdagi möhlati to'shqa vaqtida setishga vekaletni bersa, fal vekalatu jaizatun. Bu vekaletni bir jaizdir. Jaizdir degan ham buniki yeni bir masala bayon qildi, ma vakalat mi dedik demak cho'g'ini keyin paydo bo'lgan vakalat. Avval emas. Ya'ni rahan savdosini, rahan muomalasini qilgan chog'da qilingan vakalat emas bu. Bu vakalat qachon paydo bo'lgan? Keyin. Ya bu nima? Shu vaqt qayerda turgan chog'da bu odam nima qilolmay qoldi? Qarzini qaytara olmay qoldi. Shuni bilan telefon olib, murtahinga ya murtahin ma'nosini setib o'tganmiz, men qaytara olmadim deydi. Yoki adilga adolatli deyishgan odamning biriga aniq qulungizniki nimani adilga bergan peshida masalada. Siz qulungizniki go'lani setib o'ting deydi. Setib o'tib odamga murtahinga bilan deydi yoki bu ikkisi alaqasi yo'q, ajnabiyadan meni vakolat vakillikni berib, siz men murtahinning qo'lidagi pul qarzni qaytara olmadim. Siz şu murtahinin qo'liga go'ranib setib o'tib pul shuni biring deydi. Degan bo'lsa joiz, bu joiz. Endi mushu vakolatni unda keyin qilmay, shu so'zlashgan so'rinda 5ida qilgan bo'lsa bu shart bo'ladi o'shaqda. 5ida, ya'ni agar siz go'ra olmoqchisiz, agar vaqtida pulni to'lamasangiz, men bu go'rani setib o'taman. Yoki adil adam agar pulni qaytarmasangiz men setib pulni mana beraman deb shu savdo rahin muomalasi qilingan shu yerda shu o'tirib qo'yasizmi, shu shart qanday bo'ladi desa bu chaqda masala boshqa. Fa in shulitat fi aqd ar-rahn, agar shu vakolat fi aqd ar-rahn, rahin kelishimida, go'ro kelishimida, go'ro savdosida shart etilsa, falaysa lir-rahini azluhu anha. Rahinning bu vakilni vakalatdan elib o'tish huquqi bo'lmaydi. Vakalatdan elib o'tish huquqi bo'lmaydi. Men nima buniki nimaga desangiz 5 tadan farqi, bu vakalat agar o'ttirda keyin paydo bo'lgan vakalat bo'lsa, agar setib bo'lmagan shart ostida nima qila oladi? Satmay turing deb vakalatni elib o'ta oladi. Ammo 5ida shu go'ro qo'yachaq deyilgan shart bo'lsa, elib o'ta olmaydi. Shundan nima farqi shu? Falaysa lir-rahini azluhu anha degan rahinniki vakillikten, vakalattan elib o'tish huquqi bo'lmaydi. Fa in azalahu, agar uning gap anglamay yana vakillikni elib o'tsa-mu bilan yanazil. Elib o'tilmaydi, vakillik yo'qmaydi, elinmaydi.
Ve in mater rahin eğer rahin görev koygan adam ülep kalsa lem yenez. Ülep kalsa mı yenir olmaydı o? Vekillik verilmeydi. Ama adette vekalet normal vekalette vekalet belgücü muvekkil vekalet belgücü ülep kalsa vekalet belgücü olup gidiyor. Vekalet emredin kalıdı. Peki ma surette bir nesini görev koygan surette eğer görev koygan adam ülep kalsa bu yine vekillik kuşluğu bulabilir setep onu fırınım gibi de qarzligisiga birildi shundoq kuchiga. Xo'sh. Endi mutalabatur rahin, ya'ni murtahinning rahinni qarz suylash masalasi. Murtahinning rahinni qarz suylash huquqi bormi yo'q? Desa velil murtahini ay yutalibar rahina bidaynihi ve yahbisahu bihi. Murtahinning göre ağuchining göre koyguchidan o'zining qarzini talab qilish huquqi bor. Ve yahbisahu bihi. Uni qarz sababli uni sulab qo'yish yoki shu uydan talash huquqi uyni oldida berib yetib olish qarzini bersang birisi bersang uyda bir yerga bog'liq qilmay yetib olish huquqi shariatda bor. Nimishqa yana vaqtda agar qarzniki qadar tushib qarz qaytarmasa ve in kana rahnu fi yadihi agar göre uniki qulida batusimi qarzning vaqti tushib qarzini qaytarmasa agar janda uni göre shu murtahinning qulida batusimi nima qarz tutish huquqi bor. Uni yangi kelsa nima deyman? Huy siz göre bor sizning yaningizda xotirjam bo'ling. Siz meni göre'ni qilib qo'yganmisiz, meni qarz tutolmaysiz. Men qachon pul topsam deb uni keyin bitmi sizga deyolmaydi. Chunki haqiqisi da o. Haqiqisi bo'lgandan keyin bu göre'ni nima deb oldi? Faqatlam shu haqni haqiqiy kapolat bo'lish uchun oldi. Uni biz hemen qilib badal qilib olgan narsa emas. Omonatni onda turdi uni yanında. Buni haqqi amaliy haqqi nada? Nimada? Rahinning qo'lida. Shunga uni vaqt qayerda pulni bermasa pulni nima qilish, pul tutish va yoki pul izlab uni yoki uy oldiga o'sha ishkini damlab yetib olish, masalan, bal qilmayman pul bermasangiz deb yoki qoziga deb uni sulutib qo'yish, pulni abbo'g'icha turmaga sulab qo'yib, ondan pulni olish qanday huquqi bor? Hatto go'ra qilib bo'lsin. Yani agar men go'rani olmayman, men pulimni olaman, men go'ra kerak emas desam, unda huquq bor. Nimadan? Murtahindan. فليس عليه أن يمكنه من بيعه. Endi murtahinning bu go'rani yumakkinehu degan gap yumakkina rahina min bay'ir rahni. Yani feleyse aleyhi degan feleyse ala al murtahini en yumakkina er rahina min bay'i er rahni. Yani murtahinning rahinni go'rani setishiga yo'l qo'yishi huquqi yo'q. Yo'l qo'yishi bo'lmaydi. Yani göre pulni qaytarmoqcha hatta yaqdiyahu dayna min samanihi degan shu murtahinning pulidan bo'lgan qarzini qaytarmoqcha kimga? Murtahinga, rahin uningga setishga qo'shib bo'lmaydi. Pulni qaytarib bo'lgandan keyin ani setishga qo'ydi. Ana anda yarim yo'lda yani vaqtga qaratishmay turib andan masitga qashtirgan bo'lsam bir deb timig'ini qalab kelsa, la. Pulni qaytarib pulni kelib, onu ko'rani bilmas. Bo'lmasa go'ranib sotaman, unga pulni olaman deyish kerak. Shariat degan odamning haqqini qo'daydi normalman. Kishilik huquqini shariatda qo'daydigan hech qanday qonun yo'q. Shariat mujinda qo'dab turadi. Fa in qadahu ad-dayna qila lahu agar bu qarzni ado qilib bo'lsa, xo'sh, masalan, qarz ado qilish masalasiga kelgan. Agar rahin qarzni murtahinga ado qilib bo'lsa, to'lab bo'lsa, qila lahu murtahinga mundaq deyiladi. Sallimir rahna ilayhi. Endi go'rani nimaga topshiring? Rahinga topshiring. Endi asli egasiga qaytaring go'rani deyiladi. Xo'sh. Kim deydi? Qozi deydi. Yoki shu rahinning o'zi deydi. Yoki shuni kepil bo'lgan adil odam deydi, masalan. Va idza ba'a ar-rahinu ar-rahna bi ghayri idni al-murtahin fal-bay'u mawquf. Endi majini bu masala. Agar rahin go'roga nima qo'yguchi, go'rani bi ghayri idni al-murtahin görev algıcının iznisiz, ruhsatisiz setiyotgan bo'lsa, fal bay'u mavqufun. Bu soda mavquf degan batıl emas, mavquf yani to'xtab turuvchidir. Yani nimaga to'xtab turdi o? Fa in ajazahu murtahin jaz. Agar murtahin görevga algıcı icazet bersa, joiz, so'da joiz kuchliga bo'ladi. Va in qadahu agar ijozat bermasa kuchliga emas, batıl bo'ladi.
Ve in qadahu rahinu deynehu cazal bey. Endi bunda suratda, ya'ni rahinni murtahinning iznisiz setayotgan suratda ve in qadahu rahin bu ve in qadahu rahinu deynehu. Yani murtahinga rahin o'zining qarzini ado qilib bo'lsa, jazal bey. Soda joiz bo'laverdi. Kuchliga bo'laverdi. Endi bunda qanday bo'lish kerak desanglar, masalan, mumkin bir odamga bir melidan birini go'rib qolib turib, sodiga deylar. Uni endi hidakasi oladigan, uni setib o'tish mumkin. Mendak bo'lmasa falani odamniki menim bor deb setib o'tib kelib, undan pulni kipish mumkin. Mas mumkin anlashdi. Naq maydonda quldi bo'lmasa-mu, qo'lda yo'q narsani sat qilib bo'ladi masalan barcha. Ikkinchi pul olmagandan keyin ikkinchi pullab qolsa, cho'qim naq maydonda bo'lish kerak. Xo'sh, masalan, itqur rahini aw istihlakihi. Endi rahinning go'lov qo'yuvchining o'ziniki qulini ozod qilib o'tmasligiz. Quldan bilan ozod go'lov qo'yib bu yerda keyin taqvolik to'lib haqiqatni qulni ozod qilib o'tibdi. Bu masala qanday bo'ladi? Yoki rahinni murtahin sarf qilib istihlak degan gap ishlatib o'tibdi. Buni masalasi qanday bo'ladi? Va in ataqar rahinu abdar rahin, agar go'lov qo'yuvchi go'lov qo'yilgan quldan birini ozod qilib o'tgan bo'lsa, nafada aytquhu. Buni ozod qilib o'tish kuchga ega bo'ladi, ozod bo'ladi. Endi qanday bo'ldi masalan? Fa in kana daynu halan, agar qarz hal bo'lsa, qarz ikki xil bo'ldi. Ya'ni halan degan qarzning qarali to'shqan bo'lsa, bergan qarzning muhlati to'shqan bo'lsa, bir oylik qarz olgan bo'lsa, bir oy to'shqan bo'lsa, halan degan qarzniki muhlati to'shqan bo'lsa, tuliba bi ada'id dayn. Bu chaqda bu rahin qarzni ado qilishga talab qilinadi, qarzni suylanadi. Va in kana muajjalan, agar muajjal qarzniki qarali to'shmagan bo'lsa, qarzning muhlati to'shmagan bo'lsa, akhadha minhu qimatal abd. Undan ya'ni murtahin rahindan qimatal abd, qulnikini misol oladi, qimmatini. Qulning qimmatini deb qulning qimmatida bir ya'ni rahin oladi, go'rini oladi. Qulning qimmati necha bo'lsa, fajuilat rahnan makanahu. Ya'ni demak, qulning qimmati deganga men olgan qarzning qimmatida emas, qulning qimmatida nima oladi? Rahan oladi. Fajuilat rahnan makan, uni o'rniga go'lov qilinadi. Qachongacha? Hatta yahillat dayn, qarzning muhlati to'shqan qiladi. Endi va in kana rahinu musiran, endi bunda ahvolda agar go'lovga qo'yuvchi musir qulni pul yo'qlab qolgan bo'lsa, namorat faqir holatda bo'lib qolgan bo'lsa, ustus'iyal abdu fi qiymatihi. Qul ozod qilingan taqdirdami, mushu qul fi qiymatihi, o'zining qiymatida nima qilinadi? Sa'iyan ish hisoblanadi. Tijoratga yoki ya'ni ish hisoblanadi. Faqada biha daynahu. An shu qilingan, sab topgan ish qilgan ishi bilan sa'is bilan o'zining qarzini nima qiladi? Faqada ado qiladi. Va kazalika, shuningdek, idza istahlaka ar-rahinu ar-rahn. Endi go'rovga qo'yuvchi rahinni istahlaka sarf qilayotgan bo'lsa, ishlatib ayutibdi. Va in istahlakahu ajnabiyyun, ya'ni va kazalika idza istahlaka ar-rahinu ar-rahn degan gap o'xshash, xuddi ozod qilayotgan bilan o'xshash masalasi. Ya'ni ozod qilayotgan qanday qiladi? Agar qarzning qayali to'shqan bo'lsa, murtahin uni qarzni suylaydi. Agar qayali to'shmagan bo'lsa qanday qiladi? Murtahin uni shu qulning qimmatida bir nima oladi? Bir go'lov oladi. Qarzning qimmatida emas, qulning qimmatida bir go'lov oladi. Hamda va in istahlaka va ajnabiyyun, agar hamda bu go'lovni ajnabiyat odamdan bilsa, rahin emasga, murtahin emasga odam bilsa, ishlatayotgan bo'lsa, fal murtahinu huval khasmu fi tadminihi degan, bu rahinni turitishda murtahin da'vogar bo'ladi. Murtahin da'vochi bo'ladi. Nima emas? Rahin emas. Chunki u odam u rahinni kimga bergan? Murtahinga bergan. Murtahinniki xarvilish nimasida u mas'uliyat ostida. Shuning uchun u murtahin bilagidan biz uni sarf qilib ishlatayotgan bo'lsa, murtahin shu odamga da'vo ochib va ya'khudul qimata fatakunu rahnan fi yadihi degan gap, murtahin qimmatini shu sarf qilayotgan yat odamdan oladi, uni keyin shuni qildim go'lov bilan pul yubordi. Xo'sh, endi eng oxirgi masala al-jinoyatu ala rahn, ya'ni go'lovga jinoyat o'tkazish masalasi. Va jinoyatur rahini ala rahni madmuna. Go'lovga qo'yuvchi agar go'lovga bir jinoyat o'tkazib solsa, madmuna, bu to'languchidir degan gap. Bir odam masalan go'lov qo'ydi. Go'lov qo'yib quldan birini bir odamga, uni keladi, qul ochiqni kelib bir qilib qulni o'ldirib qo'yibdi masalan. Unda olgan bo'lsa madmuna bu to'laydi. Bu qulni o'g'li boshqa bir qul to'lab beradi. Va jinoyatul murtahini alayhi tusqitu min daynihi biqadariha. Endi murtahin agar go'lov oluvchi quldan birini go'lovga olgan bo'lsa,
Şunu olan o kul açıklık yaptım ya bir işlerden kulunu ötürüp septi ya bir işler cinayet öksegen bolsa tusqitu min deynihi degan gap. Mushu rahinning qarzidan bir qadar şu cinayetning miqdori bilan narsani saqit qiladi. Agar murtad jinayat qilgan bo'lsa, qanchalik ziyon uchratgan bo'lsa, shunchalik ziyonni o'zining qarzidan nima qiladi? Tulab bildi. Qarzidan tushirib o'tadi. Va jinoyatul rahni ala rahni amma go'ro qul rahinga, go'ro qo'yg'uchiga va ala yoki murtahin go'ro og'uchiga jinoyat o'tkazsa yoki xo'jayinni o'tirib qolibdi yoki xo'jayinniki va ala malihima yoki xo'jayinning milini yoki rahinning milini nima qiladi halok qilib yoki murtahinning milini halok qilayotgan bo'lsa hadrun bu bakachi buningga nimaga yoki rahinga bir narsa kelmaydi rahinning gadinidan tushmaydi rahinning gadinidan qarz xolos bo'lmaydi saqit bo'lmaydi yoki murtahinniki istifa hukmi ham bo'lmaydi tushunarlimi va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.